Ustakilar, zo'r shotga olib keldik sizlarga. Bo'yoq bo'yash uchun qaranglar. Qanaqa silliq. Bu bilan bo'yoqni juda ham yaxshi holatda bo'yasangiz bo'ladi. Bo'yoq surtganingizda juda ham tiniq chiqarib beradi. Shunaqa shotkalardan olib keldik. Bundan tashqari bu yerda juda ham ko'p mahsulot olib keldik. Mana bu yerda Fero brendini saklyovka apparati bor. Mana bu orqasidagi joyi ortiqcha chiqindisini chiqaradigan. Bu yerda qolaversa Lit brendiga tegishli 60 santimetrlik shpatilla. Bu yerda kichik shpatilla, mana bunaqa Lit brendiga tegishli aboyni nojlar. Mana bunisiga ham e'tibor berasizlar. Komplekt temir noji bor, o'rtacha hamda katta qo'shimcha lezalari ham ichida bo'ladi. Shunaqa lezvalar olib keldik. Qolaversa bu yerda sirkularka uchun 125 talik, 180 talik disklarimiz bor. Mana bu yerda yana bitta komplekt aboyni nojlar. Mana bu yerda har xil uzun-uzun perolardan olib keldik. Ko'rishlaringiz mumkin. Nasatkalar, Valyar skoch. Xudo xohlasa bularning barchasini plyonka qilib, birma-bir sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting.